Hech o'ylab ko'rganmisiz, Real Madrid tarixida eng ko'p hat-trick qilgan o'yinchi kim bo'ladi? Menimcha javobini bilasiz, ammo keling top 5 talikni birga ko'rib chiqamiz. Hoziroq like bosib, Madrid yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda faqat Real uchun ma'lumotlar chiqadi. 5-o'rinda jamoani afsonasi 491 ta o'yin bilan 5 ta hat-trick qilgan Raul. 4-o'rin esa 350 ta o'yin bilan 5 ta hat-trick qilgan Vini Junior. Agar jamoada qoladigan bo'lsa, teparoq o'ringa ham chiqib olishi mumkin. 3-o'rinda esa bu ro'yxatga tez kirgan o'yinchi Mbappe. 77 ta o'yinda xuddi shunaqa 5 ta hat-trick. 2-o'rinda esa 648 ta o'yin bilan 11 ta hat-trick qilgan Karim Benzema. Va albatta 1-o'rin 438 ta o'yinda 44 ta hat-trick qilgan Cristiano Ronaldo. Xo'sh, sizningcha bu rekordni kimdir buz oladimi? Jamoamiz esa kutilmaganda yana bitta hujumchini Madridga olib kelmoqchi. Kim bu? Nimaga? Qachon degan savollarga Telegram kanalimiz javob beradi.